Bunaqasini faqat kinolarda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Yakkasaroyning qoq markazida hashamat va shinamlikni o'zida mujassam qilgan 308 stuli dang'illama hovlini ko'rsatib beramiz. Klassik uslubdagi ustunlar, keng ayvon va zamonaviy interyer bu uyga bir qarashdayoq oshiq bo'lishingizni ta'minlaydi. Uy fasadini qaranglar, o'rtoqlar. Bu uyga kirgan odam o'zini xonlardek his qilishni boshlasa kerak. Zina to'siqlaridagi ishlatilgan naqshlarga e'tibor qilinglar. Chap tomonda besetkalar qilingan va o'rtoqlar, kirishimiz bilan darvozaxonaning usti naves bilan yopilgan va darvozaxonamizda bitta mehmonxonamiz alohida kirish eshiklari bilan qilingan va asosiy binoga bog'lanmagan. Uzoq yaqindan kelgan nozik mehmonlarni mana shunaqa olib ko'rasizlar. Menga ham shunaqangi hashamatli xonadonlar nasib qilsin deb yaxshi niyatda videoga like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Biz bo'lsa obzorni boshladik. Binochiga kirganimizda kengina koridorlarimiz, gullarni qaranglar yarashganini, sifatli eshiklar o'rnatilgan. Eshiklariga gap bo'lishi mumkin emas. Tanlangan aboylarga qaranglar. Mehmonxonada yumshoqqina mebellar qilingan, patologlarda natijnoy patolog ishlatilgan, konditsionerlari o'rnatilgan. O'rtoqlar, ikkinchi mehmonxonasi ham bor ekan. Bu yerda stol-stullar bilan jihozlangan chiroyli mehmonxona. 3 tadan lyustralari qo'yilgan ekan. Devorlarda kartinalar va televizorli zonalarga ahamiyat beringlar o'rtoqlar. Klassik uslub bo'lsa ham sizni albatta lol qoldira oladi. Birinchi qavatda o'zida oshxonadan tashqari 4 ta xona bor edi, bittasini ko'ra olmadik o'rtoqlar. Ikkinchi qavatga mana shu zinalarimiz orqali chiqqanimizda hol qismi va ajoyib bir balkon qismi. Balkondan shunaqangi zo'r manzara ko'rinadi. Endi o'rtoqlar, bu yerdagi birinchi xonadan boshlasak, yotoqxonamiz koridorga qaragan oynalari qilingan. Bu yerdan bemalol otaxonni xollaringiz yotoqxona qilib bersangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa umumiy sanuzellarimiz qilingan ekan. O'rtoqlar, havas qilsa arziydimi xonadonga? Bu yerdagi ota-onalar yotoqxonasini qaranglar. Divanlari, mebellari biram o'ziga yarashgan, tanlangan aboylarga birdan 5 gacha baho beringlar. Sizlarga yoqdimi, yo'qmi? Navbatdagi xonamizni qaranglar. Farzandlar uchun zo'r yotoqxona ekan. Bu yerdan balkon qismidan bemalol hovlingiz manzarasini kuzatib tursangiz bo'ladi. Endi o'rtoqlar, podval qismiga tushganimizda kattagina podvalimiz, bemalol u yerda trenajyorni zal deysizlarmi, katta alohida dam olish zonalari deysizlarmi, kiyimlarni saqlaydigan shkaflar deysizlarmi, hamma sharoitlarni qilib olsanglar bo'lar ekan. Sharoitlarga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Allohga bandasiga qiyin o'rtoqlar. Yaxshi niyat qilib Allohdan so'rab qo'yuraylik. Inshaalloh shunaqangi shinamgina xonadonlar nasibi ro'za aylaydi. Chin dildan niyat qilganlar inshaalloh deb yozib qoldiringlar. Bu yerdagi oshxona qismimizni ko'ringlar o'rtoqlar. Zo'rmi? Mazza qilib yashaydigan ayollarimizga juda ham yoqadigan xona ekan-da. Oshxonamizda mehmonxonaga o'tadigan eshiklari ham qilingan ekan. Agar 420 ming pulinglar bo'lganda shu xonadonni sotib olgan bo'larmi deylar. Narxidan o'tib berishar ekan. Kommentariyada javobinglarni qoldiringlar. Salomat bo'linglar.